Hammaga sizlar bilan bugun mana Vortex. Bugungi videomizda Vijivanyani 100 so'm Vijivanya so'mga yaqin 15 minut ichida nima qilib bo'lsa o'shalarni Vijivanya qilamiz. Oldingi mera ochdim chunki oldingi meram o'chib ketdi. Minecraft beta versiyaga o'tkazganim uchun Minecraft o'chirishga to'g'ri keldi. Shuning uchun Minecraftni o'chirib tashlab boshqatdan o'tkazsam merlarim yo'q. Shuning uchun boshqatdan Vijivanyani boshlaymiz. Hop, bu Vijivaniyamizda hech qanaqa shader yoki shunga o'xshash narsalar yo'q. Amaki stoltimdagi ikkita kitobni ko'rayotgan bo'lsanglar kerak. U ikkita kitobni ichida yoki mod qo'shganman, Tinkers Construct degan. Bilsanglar kerak, bunaqa stol shunaqa narsalarni o'zinglarcha bilasizlar buni. Bu modda men o'ynab ko'rdim. Bu Minecraft'da o'zidan besplatni beradigan nima deydi? Anaqasida Minecraft'da o'zining magazini bor, bilsanglar, o'sha magazinda besplatni berar ekan. O'shani qarab ko'rganimda besplatni Tinkers Construct yaxshi mod bo'lgani uchun o'zim oldin buni ko'rib, yaxshiligini bilganim uchun o'tkazib, mana Vijivanya qilman. Qanaqa cheat ishlatmaymiz, просто cheat yoqilgan, просто buni nima qilish uchun kep invertori bilsanglar, ya'ni o'lib qo'yganda invertor sochilib ketmasligi uchun yoqqan. Atak hech qanaqa ishlatmayman uni. Mana nimalarda cheat, prям cheatlarni ishlatmayman. Xototda bu Tinkers bilgan biladi, uni narsalari bor. Uni keyinchalik ko'rsataman. O'zimni boshqa merimda qilib ko'rdim. Uni ham qilish oson emas. Ana bir xil tushunarsiz narsalari bor. Hop, bu kitoblarni ham o'rganamiz. Men bu siyoh rang kitobni u unchalik kerakli narsa emas ekan. Men tushundim. Hozir yo'q qo'shsa ham bo'lar ekan. Qilich kerak emas derdim, lekin oxirgi paytda kerak bo'lib qolibdi. O'shaning uchun yasab olamiz. Hakikaten shunaqa deyman. Hop, birinchi siyoh rangmidi? Bu kitobga umuman tushunmadim. Bu ishqilon vremenini bossa o'chib ketdi. Bu kitob mana ochildi. Yopadi. Hop, materials bu как nimasi? O'tkazadigan tushuntirish. Abel ko'rmay hop, mana unaqa qilib doskasini yasaydi. Ikkinchi versiyasi hop, bunaqa qilib stolni yasaydi. O'zim cho'ng'aman, просто sizlarga ko'rsataman qilib instrumentlarni narsasini yasaydi. Undan keyin ham bu stolda instrumentga narsa toshlarni shunaqa narsa qo'yadi. Bunda instrument o'zini yasab oladi. Bo'ldi, mana shularni o'zi. Mana shunaqa qilib kuchaytirilgan versiya narsalarni ipga bunaqa yasasa bo'ladi. Shunaqa narsalar. Shunaqa narsa. Bu kitob hali kerak bo'ladi. Anta nimadir ko'rdim. Ana uni uychasini. Bu uychasida hali ko'p yashashimiz kerak, shuning uchun o'zi olishamiz. O'zi spawn ham yaxshi bo'lmadi. Qalatroq joydan, startoviga yaxshi bo'lmagan joydan spawn qilib qo'ydi. Power'di. Qotayotgani uchun uzr so'rayman, telefon bedrock edishimda. O'zi menimcha har doim shunaqa bo'ladi. Har bitta odamda bitta ikkita mod qo'shsa. Lekin bitta dona mod emas, Tinkers Construct qo'shilgan, u ham oddiy mod emas. Yaxshi, ana logichni o'ylaganda oddiy mod emas, u ham. Mana oddiy Play Marketdan o'tkazadigan bo'lsanglar, unaqa yoki teksturkasida xatolik bo'ladi yoki nimadirlari ishlamaydi. Lekin agar Minecraftni o'zidan sotib olsanglar yoki shunaqa tekinga bergan
Aborni ishlatsanglar u idealniy ishlaydi. Men o'sha birinchi mana shu mod bilan o'ynab ko'rganimda u modda lekin nimagadir qilich yasab bo'lmadi. Bilmayman nimaga. Hop, qotib olamiz. O'shani keyinga qo'yib oldim. Hop, mana tekis joyga chiqib olamiz. Bu yerdan keyin menimcha qishloq dеревняga borib, bu yerdan nimalarni yutuq qilib nimaga men 15 minut olman? Chunki YouTube men telefon raqamimni registratsiyani so'rayapti, lekin telefon raqamimni registratsiya qilganimdan keyin qabul qilmaymiz deyapti. Shuning uchun 15 minut maksimalniy 15 minut qo'ysa bo'ladi deb aytganim uchun 15 minutdan oldingi videoda ham aytganman buni. Shuning uchun mana qilib video olishga majburman. Agar registratsiya qilishim bilan yarim soat, 3 soatlik videolarni qo'yaman YouTube'ga. Unga ham vaqtim topiladi. Bir haftada bir marta shunaqa tuğlarni men o'tkazib ovqatim ko'p emas, o'tkazib tuğlarni. Tekin cho'ti qotibdi-yu. Nimagadir ashyo qotibdi. Tinkers Contract lekin oldingi merda munchalik qotmadi lekin. Manimcha hozir ket tushadi. Ket tushganda yama qazib o'sha yerda Tinkers Construct modida narsalar yasashni boshlaymiz. Buning uchun bizga mana taxta kerak. Shu yetib qoladi mana bitta shu o'tlardan tushadigan kitob qo'yini ismini bilmayman. Qanaqadir yashil ipdek, короче. Yashil ipdan ikkitasidan ikkita oddiy ipmi shunaqa yasasa bo'lardi. O'shani menimcha mana oddiy travada tushish shansi kam ekan. Lekin yellowy les o'tlari bilasizlar boshqacharoq. Undan tushish shansi ko'proq. Tushmayapti nimagadir. Ketishdan oldin ko'proq mana shu o't. Bu plant fiber degan craft string craft anaqasi ipi. Bu ipdan oldim. Bu ipdan boshdan ko'ringan bo'lsa kerak. To'rttasini qo'ysa ikkita ip berarkan. Shunaqa qilib ishlagan zapasi bilan zapas emas, mana shu 3 ta qilich, bolta, chunki men bilaman bu narsani men tushunganim bo'yicha короче mana yozib qo'yilgan tagida mana plant on grass to create a earth slant. Yerda ek va anaqa qil. Bunaqa ekilarkan. Yeah. Oh my god, chiqib bitdi. Slime spam bo'ladi hozir. Buni qilmoqchi edim o'z menimcha. Anunda ekiladimi desam, yo'q. Undamas ekan. Va ortiqcha muammo bo'ldi. Nima oddiy o'tga ekib qilganda menimcha bo'ladi deb o'ylasam unaqa emas ekan. Maydalari bizga zarar tushmadi. 90 spam bo'ladimi? Ham spawner bormi? Ishi spawner bor ekan. Bularni menimcha разберется qilolmasi.
Yo, qoch. Balki qolli bo'l. Qotayotgani uchun ham muammo bo'lyapti. O'shaning uchun tinchgina ketavera qoldik. Keyinroq yana create qilib, keyin ham mana yana bitta tushdi qo'shimchasi ham. Yana bitta. Yani 3'te 5 idi. Ben maksimum üniversiteyi oğlan dedi. Yirtiyken kaçıp çıkmayacağım okup gidelim diye taraf geçip. Ama atak olurken şöyle kopçaydı. Ve ben çiğdeydi birinci oktulayı. O yine kırı olan bir. Gerçekten yani yine koruma etkensiz uzun bitkiye yesep koyup kovalamcı. Mana daraxtni urug'ini plant on earth dirt grass use a bone meal to grow. Bu nimayu bu nima? Tinkerishga the earth slime. Yoki bu ham o'zini nimadir bu. Plant on dirt to create earth slime grass. Oddiy loyga eksa, yani yashil grass bo'lar kerakki. O'sha yashil o'timi o'sha bo'ladi. Pechga qo'yib, bittasini kirib qolamiz. Hop. Endi boshlaymiz. O'tdi. Nima yasangiz birinchi bo'lib hamma narsasini yasa olamiz. Chunki daraxt yetmaydigan o'xshyapti. Builder, keyin ketidan table, stadium keyinchalik yasa olamiz. Buni qo'yib olamiz lekin kichkina qana olib. Switchini yasa olamiz. Butun har xil narsalari bor. Oddiy crafting table olamiz. Agar adashmasam buni bunaqa Tinkers craft qo'shilgan crafter olamiz. Bitta endi Tinkers o'zini ham narsalarni yasashga bo'ladi. Bu craft oddiy bo'ladi, lekin masalan qo'shimcha craft chiqarib beradi. Masalan bu yerda table nima deydi? Builder ekan. Table'da bunaqa qilamiz. Bizga nima kerak? Bizga X kerak, to'g'rimi? X ni olamiz. Keyin bunga bunaqa rotator shu qo'lni olamiz. Qo'l uchun yana bitta ikkita kerak bo'ladi. Hop. Bu bunaqa qilmasak boshqacha bu ham oddiy craft, просто nimasi o'zgargan. Endi bunda tableda builderdan adashib qo'yaman. Toshli, neziritli, temirli qilsa bo'ladi. Men hozircha starterga toshli idealning menimcha. Endi bitta builder nima deyapti? Menimcha builder edi. Builder bo'lishi kerak. O'rganishda turgan ekan. Yana bitta o'tishmasi. Bu yerda voydofda boshqa narsa ekan. Oh my god. Endi builder masida. Videomiz oxiriga qoldi. Mana station. Narsani qo'shishimiz kerak. Station uchun bu crafting table shunaqa bo'lib. Keyingi videolarda ko'rishamiz. Hammaga